Sizlarda ham shunaqami? Har kuni iftorga nima tayyorlasamikin deb o'ylanasizlarmi? Bugungi retseptimiz aynan sizlar uchun. Kopilkangizga tezgina solib oling. Turk mantisi tayyorlaymiz. Bu turk mantisi xuddi o'zimizni o'zbekcha chuchvaradek, faqat tugilishi biroz boshqacharoq taom. Xamiri xuddi chuchvara kabi tuxum, suv, tuzga olinadi. Biroz qattiqroq xamir qilamiz. Qiymasi ham chuchvarani qiymasiga o'xshab, qiyma, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlar yaxshilab aralashtirib olamiz. Yana to'liq retseptini videoning tagiga ham yozib qo'yaman. Qiymamiz ham tayyor bo'ldi, chetroqqa qo'yib turamiz. Tingan xamirimizni esa katta qilib chuchvarani xamiriga o'xshab yuqaroq qilib yoyib olamiz. Bu mantichalarni oddiy chuchvaramizdan yana bir farqi, xamiri juda ham tez tayyor bo'ladi. Xamirini katta qilib yoyib, kichkina kvadratchalarga bo'lib chiqamiz. Unaqa chuchvaraga o'xshab ko'p marta tahlab, ko'p marta alohida tugib o'tirmaymiz. Mana yoyilgan xamirlarga ozginadan qiyma qo'yib chiqamiz. Qiymani ko'p qo'yib yubormanglar, xamirdan chiqib ketib qolmasin. Bu mantichalarni tugilishi ham juda oson. Xamirni to'rala burchagini o'rtaga to'plab qo'yamiz. Mana yana bir marta ko'rsataman. Uchlarini birlashtiramiz. Xohlasanglar oralarini ham yopishtirib qo'yishinglar mumkin. Qiymasi yana ham chiqib ketmasdan mustahkam bo'ladi. Endi mantilarni qaynayotgan tuzli suvda biroz yog' solib qaynatib olamiz. 4-5 daqiqa qaynatsanglar yetadi. Bu vaqt ichida qiymalari ham, xamiri ham maromida pishadi, xavotir olmanglar. Agar uzoq qaynatib yuborsanglar, xamirlari ezilib ketishi ham mumkin. Pishgan mantilarni idishga suzib olamiz. Bu turk mantisini aslida qizil va oq sous bilan birgalikda iste'mol qilishadi. Mantilarni qaynatishdan avval ikkala sousini ham tayyor qilib olsak, maqsadga muvofiq. Mana qizil sousini tayyorlab olamiz. Qizil sous uchun tomat pastasi, ko'katlar, maydalangan chesnok solamiz. Ozroq tuz va murch solib, suv quyib, suyultirib olamiz sousni. Buni o'rniga yana bir varianti, tovaga tomat pastasi solib, tuz, murch, suv quyib, biroz suyultirib, qaynatib olsak ham bo'ladi. Lekin men osonroq variantini tayyorladim. Sousga ozgina uksus ham qo'shib yuborsanglar, mazasi yana ham zo'r bo'ladi. Lekin bu shart emas. Mana mantilarimiz qaynatib olganimizdan so'ng ustiga darrov souslarni quyamiz. Oq sousini retseptini ham videoning tagiga yozib qo'yaman. Avval oq sous, ustidan esa qizil sousdan quyamiz va issiqligida mantilarni dasturxonga tortamiz. Ko'rinishi juda ham chiroyli, noodatiy, lekin mazasi xuddi o'zimizning chuchvaradek. Juda ham mazali taom. Saharlikka yoki iftorlikka albatta tayyorlab, oilangiz bilan birgalikda maza qilib yeb oling. Shifo bo'lsin. Videoga esa like bosib, saqlab oling va yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Yoqimli ishtaha!